Qizingiz kelajakda birlamchi bepushtlik bilan aziyat chekmasligini xohlaysizmi? Unda quyidagi tavsiyalarimga amal qiling. Demak, birinchisi, qizingizning hayzi kelishiga e'tibor bering va uning hayzining davomiyligi, og'riqlimi yoki og'riqsizmi, shunga e'tibor berish kerak. Ikkinchisi esa ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlanganmi? Va uchinchisi, qizingiz o'sishi va rivojlanishi, ya'ni bo'yining o'sishi va o'zining rivojlanishi yoshiga hamda tengdoshlariga mosmi, ulardan ortda qolmaganmi? Shunga e'tibor bering. Va keyingisi esa ruhiy holatiga e'tibor bering. Ko'pgina farzandlarimiz xoh o'g'il bo'lsin, xoh qiz bo'lsin, o'smir paytda jizzaki holatga tushib qoladi. Bunday paytda ularni chiroyli olib chiqib ketish biz onajonlarning vazifasi hisoblanadi. Va beshinchisi esa albatta UZI tekshiruvdan o'tkazib qo'ying. Shundagina tuxumdonlari rivojlanganmi, matkasi bormi, shuni aniq bilishimiz mumkin va bu bizda kelajakda uchraydigan ko'ngilsiz holatlarni oldini oladi.